bersin. Mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar xususiy oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarining ham faoliyat olib borishda muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Bu esa yoshlarning turli soha va kasblarni yaxshi o'zlashtirishlari, mavjud imkoniyatlardan samarali hamda oqilona foydalanishlarini ta'minlamoqda. Qarshi shahrida 3 yildan buyon faoliyat yuritib kelayotgan Beruniy nomidagi tibbiyot texnikumi ham shular jumlasidan sanaladi. Qashqadaryo viloyat musiqali drama teatrida o'tkazilgan diplom topshirish marosimida so'zga chiqqanlar bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasining rivoji har jabhada sezilarli ta'sir ko'rsatayotgani, o'z navbatida tibbiyotda ham qator islohotlar amalga oshayotganini qayd etishdi. Mazkur muassasada tahsil olayotgan hamda 3 yil davomida bilim va malakalarni oshirib, diplom olish imkoniyatiga ega bo'lgan yigit-qizlar ham kelgusida tibbiyot sohasining fidoyilari, qo'li yengil shifokorlari bo'lishlarini qayd etib, omad va zafarlar tilashdi. Biz 2 yil davomida tibbiyot haqidagi bilim ko'nikmalariga ega bo'ldik. Qarshi shahridagi ko'pgina tibbiyot muassasalarida amaliy ko'nikmalarni oshirdik. Bundan Beruniy tibbiyot texnikumiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ma'lumot o'rnida, mazkur texnikumda hozirda hamshiralik ishi, feldsherlik ishi hamda tibbiyot brigadasi hamshirasi singari yo'nalishlar bo'yicha 400 nafarga yaqin yigit-qizlar tahsil olishmoqda. Shu kuni ularning 66 nafari diplomlarga ega bo'lishgan bo'lsa, ular orasidagi 9 nafari esa imtiyozli ekanini alohida qayd etish o'rinli. Bugun biz uchun unutilmas kun. Mana yillar, ya'ni 2 yil davomida biz malakali ustozlar, malakali shifokorlar yordamida biz juda ham ko'p narsalarni o'rgandik va bugun diplomni qo'lga kiritdik. Juda ham xursandman. Yanada kattaroq marralarga erishish niyatim bor. Birinchi qaldirg'ochlarimiz, birinchi bitiruvchilarimiz katta yo'lga qadam qo'yishyapti. Bu tibbiyot texnikumini bitirgan o'quvchilarga davlat namunasidagi diplom berilyapti. Ularga oliy malakali hamshira negizida o'rta tibbiyot hamshirasi kvalifikatsiyasi bo'yicha mutaxassislik berilmoqda. Buni bitirgan bizning bitiruvchilarimiz viloyatdagi barcha davolash profilaktik muassasalarida, qishloq vrachlik punktlarida, tuman tibbiyot birlashmalarida, viloyat respublika davolash profilaktik muassasalarida hamshira ishlash huquqiga egadirlar. Endi bitirgan o'quvchilarimizda respublika ilmiy tekshirish tibbiyot markazlarida, ixtisoslashtirilgan barcha tibbiyot muassasalarida, oilaviy poliklinikalarda ishlash huquqiga egadirlar. Shuningdek, ular jismoniy tibbiy muassasalarda davolash huquqiga ega bo'ladi. Tan olish kerak, bugungi kunda tibbiyot sohasi xodimlariga bo'lgan talab juda yuqori. Ayniqsa uzoq va chekka hududlardagi mavjud shifoxonalarda nafaqat tor doiradagi shifokorlar, qolaversa tibbiyot hamshiralari yetishmovchiligi ham ko'plab kuzatilmoqda. Beruniy nomidagi tibbiyot texnikumi singari muassasalar bu kabi muammolarning yechim topishida muhim omil bo'lib xizmat qilyapti. Tibbiyot hamshiralariga bo'lgan ehtiyoj ham kundan kunga ortib boryapti. Chunki aholi soni ortyapti hamda shu tibbiyotni sifatini o'zgartirish, sifatli yordam ko'rsatish, tashkillashtirish uchun birlamchi yo'nalishlarda ayniqsa shu tibbiyot hamshiralariga bo'lgan ehtiyoj juda ham katta. Mana bugun tugatadigan kadrlarimiz ham barcha tibbiyot muassasalariga ishlash imtiyoziga ega. Tez tibbiy yordam xizmatida ham